Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Bahorimiz xudosi boshlandi. Hosildorlik xuddi o'sha tempda ketyapti. Hech qanaqa qiynalgan joyi, boshqa joyi yo'q. Hammasi yaxshi, yomon emas. Uch kunda bir terilib turibdi. 3 kunda bir terilib turibdi. Hech hosildorlik degani boshqa qilgani yo'q, boshqasi yo'q. Soni hammasi bir xil, ikkalasi ham temasi bir xil. Bizda ikkita issiqxona bor. 1,5-3 sotix. Ikkalasining ham rezultati o'sha bir xil ketayotgan rezultat. Hech anaqa joyi yo'q mana. Bu yoq kuni sersa sal maydalashadi shu. Hosildorlar yirikligi xuddi o'sha voqea mana takrorlanyapti. Hech qiyin joyi yo'q. Shunaqa holatda ketyapti hammasi. Yaqinlashtirib olganingizda shunaqa holatda. Bismillah. Kenglar qilib yeymiz. Ta'mirlasa zo'r hali. Chiroyli temada ketyapti. O'limni kattaligi. Mevalari. Faktik o'zing joyida turgan mevalar mana shular hammasi. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar.